Nursulton Ro'ziboyevning jangi aniq bo'ldi do'stlar. 17-may kuni Dastin Stolfulsga qarshi jang qilar ekan. U ham endi nima deyiladi, juda kuchli raqib deb bo'lmaydi, lekin Nursultonga muammo tug'dirib qolishi mumkin. Nimaga? Biz Nursulton Ro'ziboyevni xatosi nimaligini juda ham ko'p odam ko'rib qoldi, ya'ni parterda ekan deb bildi hamma. Chunki Joaquin Buckley aslida u stoykada zo'r urishadigan jangchi. Parterga deyarli kirmaydi, lekin Nursulton bilan kurashga kirdi. Bir tarafdan xursand qiladi. Nimaga desanglar, stoykada zo'r ishlaydigan jangchini parterga kirishga majbur qildi Nursulton va jangni deyarli parterda o'tkazishga majbur bo'ldi u. Lekin aytib o'tish kerak, yiqitgani bilan Nursultonga unday qanaqadir bir jiddiy shikast yetkaza olmadi. 3-raund oxirida ozgina kuchliroq zarba o'tkazdi, lekin atak qolgani jiddiy emas. Lekin bu raqib, ya'ni Dastin nima deydi, noodatiy uslubga ega ekan. Qanday desam sizlarga? Uni zarbalari juda ham bir aniq deb bo'lmaydi. Counter punch, ya'ni qarama-qarshi zarbalarni o'tkazib yuboradi, qarshi hujumlarni o'tkazib yuboradi, lekin parteri juda ham xavfliga o'xshaydi. Nimaga desangiz, jismonan baquvvat, kuchi ko'p va har bitta qilayotgan ishiga kuchini berishga harakat qilar ekan. Nursulton hozirda janglarini, 3 ta jangini UFC'da birinchi raundda deyarli yakunlanyapti. Nokaut bilan yutyapti, tezda yutyapti va hozir uni zarbaga adaptatsiya qilganini juda ham ko'rishimiz mumkin. Haqiqatdan ham zarbalari juda ham zamonaviy, nima deyiladi, MMA uslublariga mos kelgan holatda. Haqiqatdan u bilan ishlayotgan trenerlar Nursultonni haqiqatdan jismoniy imkoniyatlari birinchi o'ringa shu antropometriya, ya'ni bo'yini, qo'lini uzunligini hisobga olib, uni qanchalik jismonan baquvvatligini hisobga olgan holatda Nursultonga mos taktika qilib berishyapti va uni yaxshi uddalayapti ular. Ya'ni raqibni masofada ushlash, bittalik zarbalar, ya'ni Nursultonni bo'yiga, visiga mos narsa bu bittalik zarbalar, ya'ni uzoqda ushlab bitta nima deyiladi? Sportchilarning tiliga aytganda cho'qib deydi-ku. Cho'qib charchatib qo'yish. Va shu narsani yaxshi uddalayapti haqiqatdan. Ayniqsa uni to'g'ridan berayotgan zarbalari, men o'zim Nursulton bilan urushganman. Men o'zim Nursulton bilan sparring musobaqada urushib ko'rganman. Lekin yutish nasib qilgani bilan Nursulton juda ham qiynagan. Ayniqsa shu o'ng qo'ldan beradigan zarbasi, uzoqdan kelib tegadigan zarbasi juda ham xavfli va uni yuziga yetib borish, Nursultonga yaqin borish juda ham xavfli. Mana shu Kimura Bolivoyni yaxshi qiladi, shu bor kuchini o'shanga sarflaydi va raqibiga jiddiy jarohat berib qo'yishi mumkin va mana shu narsa unga plyusga bo'lib turibdi. Men o'ylaymanki, mana shu oxirgi janglarda qilayotgan fintini qiladi, ya'ni raqibni yoniga yaqinlashtirishga harakat qiladi, distansiyaga harakat qiladi. U oddiy narsa qilyapti Nursulton, ya'ni raqibni bir qadam tashlaganini ko'rgandan, sal harakat qilishni boshlagandan raqib Nursulton bir qadam orqaga tortyapti va zarba bergandan keyin raqibni zarbasi tegmaganiga ochilgan joyiga bitta ikkita urib qo'yapti. Mana bu juda ham zo'r, uni bo'yiga mos, lekin bilmadim qanchalik pozitsiya ko'tarilgan sari bu taktika qanchalik ish beradi bilmayman. Yangi narsalarni o'ylab topishga to'g'ri keladi, chunki raqiblar o'zi biladi. Pozitsiya ko'tarilgani sari kurashchilar bor, 84 kilogramda juda ham yaxshi kurashadigan bolalar bor va o'shanaqa jangchilar salgina muammo tug'dirib qo'yishi mumkin. Va mana shu raqibni ham, ya'ni Dastin Stolfulsni ham pisand qilmasdan qarashimiz o'zi yomon narsa. Nimaga desanglar, uni parter aytganimdek opasni. Uni bir marta o'tkazib yuborish, yerga o'tkazib yuborish mag'lubiyatga olib kelib qolishi mumkin. Bu bir va uni ham zarbasi kuchli ekan. Aytib o'tishimiz kerak. U ham o'ng qo'lda juda ham kuchli zarba berar ekan. 16 ta g'alabadan 9 tasini nima deydi, muddatdan oldin yutgan ekan. Ya'ni har xil holatlarda Bolivoy usullarini qila olar ekan, kletkani oldida juda ham yaxshi ishlar ekan. Bitta plyus tomoni, u sekin harakat qilar ekan. Ya'ni sekinlik bilan yaqinlashadi. Oyoq harakatlari, ya'ni footwork yaxshi darajada emas. Qo'llar zarbalarni o'tkazib yuborar ekan, qo'lda faqat yaqin masofadan zo'r ura olar ekan, uzoqdan fintlar bilan yaqinlasha olmas ekan. Mana shu bizga plyusga keladi va uni harakatlarini Nursulton osongina bilib oladi degan umiddaman. Hozircha shu. Hali bu mavzuda yana davom etamiz. Savollaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan Bobur Qurbonov bo'ldi. Yana keyingi videolarda ko'rishgunimizcha xayr. Aytgandek, davay, laykni ayamaymiz do'stlar. Bosinglar.